Assalomu alaykum. Gold Clinic kuzatib boruvchilari, navbatdagi obyektimiz Paxtavodda bo'lyapti, xudo xolasa. Mahsulotlarimiz ustanovka jarayonida. Mana juda ham oson, xudo xolasa. Devor tanlab edi bu mahsulot. Ko'rishingiz mumkin. Mana toshni olamiz hozir, xudo xolasa. Mana shu toshni shuni olib, shuni beramiz. Va shuni kiydirib ustanovka qilinaveradi. Ko'rishingiz mumkin, xom qo'yish, suv olmagan devor, egri, qiyshiq devorlarga ham juda ham zo'r narsa, xudo xolasa. Mana ko'rishingiz mumkin, shuni reykani karkas qilib to'qiladi va ustanovka qilib keltirinaveradi. Mana qatirinchi usta aka. Qatiravering aka. Mana xuddi shunaqangi ustanovka bo'ladi. Bu mahsulot ishlab chiqarishni o'rgatib qo'yamiz. Bizning sotuvda qoliplari ham bor. Hamda eng sifatli plitkalar albatta Gold Clinic'da. Mana ko'rishingiz mumkin, bu devorda xuddi shunaqangi holatdagi devor va buni eng zamonaviy devorga keltiramiz, xudo xolasa. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni tuvash, rodbentor, tekislar, unaqa narsalar kerak emas bunga, xudo xolasa. Mana orqasiga unaqa stiklavatalar qo'yib ketilgan. Juda ham mo'shni chiqadi. Hali bu laklanmagan, laklansa juda ham go'zal holatda turadi. So'qillari hali pardoz berilmagan. Bemalol aloqaga chiqinglar, xuddi shunaqangi sifatli mahsulotlar albatta Gold Clinic'da nomer qoldirib o'tamiz.